Buxoro viloyat bolalar kutubxonasi tashabbusi bilan yozgi ta'tilda bolalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishni to'g'ri yo'lga qo'yish borasida amaliy seminar tashkillashtirildi. Hozir shu haqda. Buxoro viloyat bolalar kutubxonasi tomonidan maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi, Kogon shahar, Kogon tuman bo'limlari hamkorligida maktab kutubxonachilarining kasbiy mahoratini oshirish, namunaviy maktab kutubxonalari faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida o'quvchilarning yozgi ta'til davrini mazmunli tashkil etishda maktab kutubxonalarining roli mavzuida viloyat amaliy seminari o'tkazildi. Seminar ishtirokchilari dastlab namunali maktab kutubxonasida o'quvchilarning kitob mutolaa qilishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishib chiqdilar. Maktab kutubxonasida dolzarb 90 kun loyihasi doirasida amalga oshiriladigan ishlar to'g'risida viloyat bolalar kutubxonasi mutaxassis xodimlari tomonidan tavsiyalar berildi. Kogon shahar hamda Kogon tumanlari bilan hamkorlikda bu o'quv amaliy seminarini tashkil etdik. Bundan ko'zlangan maqsad esa yozgi ta'til davrida o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini qanday mazmunli tashkil etish bo'yicha kutubxonachilarga taklif va tavsiyalar berildi. O'ylaymizki, bu taklif va tavsiyalardan kutubxonachilar unumli foydalanishadi va o'zlariga kerakli bo'lgan tavsiyalarni olishdi degan umiddamiz. Seminar jarayonida o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha maktab kutubxonachilarining asosiy vazifalari, madaniy ommaviy tadbirlar, kitob taqdimotlari, shuningdek, kitobxonlik to'garaklari faoliyatini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Tadbir yakunida viloyat bolalar kutubxonasi tomonidan amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi.